Voqea qissa bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi. Boshi qotdi. Nima qilishini bilmasdan shunday bir mushkullanishda turgan paytda, eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chalib qoldi. Hol-ahvol so'radi. Bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki, menga bir ishonchli odam kerak. Bir ish bor, senga ishonaman. Menga ishlamaysanmi dedi. Boya kambag'al nima ish qilaman? U do'sti aytdiki, ofisda o'tirasan kechgacha, senga har kuni 100 ming so'm pul olib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlab tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish dedi. Mana shu ish dedi. Zo'ra ko'ndi. Ozgina vaqt o'tdi. İşini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib beradi, o'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qiladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qarzlar uzilishni boshladi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'g'riladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, nima bo'lyapti sizga dedi. Deganida aytayaptiki, hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman dedi. Xotini, yaxshi-yu ishingiz, buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz desa, men bitta narsaga hayronman dedi. Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor.